Assalomu alaykum aziz do'stlar. Divanus kanalimizni, spanli bo'ladigan divanlarimizni o'zimiz uydan ishxonada sizlarga obzorini qilyapmiz. Xudo xolasa videomizni ko'ringlar, mebellarimizni bitta-bitta tanishtiramiz va oxirida narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Avvalambor manzilimizni eslatib qo'yay. Manzilimiz Andijon Jahon bozorining oldida ishlab chiqarishimiz. Xo'p, mana 2 kishilik divanlarimiz, mana sizlarga obzorlarini boshladik. 2 kishilik spanli bo'ladigan divanlarimiz razmerlari. Uzunasiga 2 metr bo'ladi. 1 kishiligi ham, 2 kishiligi ham. Uzuni 2 metr bo'ladi, eniga 1.40 bo'ladi. Kattaroq deganlarga 1.60 ligi bor. Bularda bir juftdan yostig'i bo'ladi albatta. Xudo xolasa, yana mana 1 kishiliklarimiz bor. Bularda eniga 80 bo'ladi, uzuniga 2 metr bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga nimalar ishlatishimizni yana bir qator aytib qo'yganim yaxshi. Yog'ochi sasnadan bo'ladi. Materiallari moishi material, yonlari display MDF dan bo'ladi. Mana rasvetkalarini ko'rsatib qo'yamiz. Bularda hammasi zakazga. Bitta-bittadan ko'rsatib qo'yib, olib borib oldidan olib ko'rsatganda. Xohlaganlarga mana oq rangidan deganlarga oqidan, qizilidan deganlarga qizil rang, ko'k deganlarga ko'k. Xohlaganidan ranglaridan qilib berilaveradi. Mana 2 kishilik divanlarimiz. Endi aziz do'stlar, bularimizni ko'ryapsizlar. Mana bu narsa 4 xil holatda ishlaydi. Spanli bo'ladigan, yarim spanli, o'tiradigan divan, mana shu oldiga stol qo'yib turib, ikki tomonda o'tirib choychadigan jurnalni stollar qo'yib. Xullas 4 xil variantda ishlaydigan raskladnoylarimiz shu. Bosh tomonlarini ham ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'iga albatta bitta-bitta e'tibor beringlar. Bosh tomonlari ham mana bekik ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'i mehki holatda. Yotgan odamga boshi ham bekik, ikki yonlari ham bekik. Xudo xolasa keng, ham sifatli, ham eng asosiysi bez mexanizm narsa bu mana. Bez mexanizm narsa, ishlashlari o'ta yengil. Sondolari ham ajralaveradi mana. Xohlagan joyingizga olaverasiz. Buni yoshi qari ishlataveradi. Ashaqa qulayliklari biz bor. Xo'p, endi sizlarga narxlarni tanishtirib qo'yay, ko'p gapirmaymiz. 1 kishiliklarimizni qo'lga tegishini 1 million 700 ming so'mdan beryapmiz ishxonamizdan. Kimga kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Mo 2 kishiligimizni eni 1.40 ligi bor. Bularimiz eni 1.40, uzuni 2 metr. Bularni 2 million 400 ming so'mdan olinglar ana. Eniga 20 sm sal kattarog'idan qilib bering. Endi 1.60 bo'lsin deganlarga 2 million 700 ming so'mdan beryapmiz, xudo xolasa. Qani kimga 1 kishilik bo'lmasa standart 2 kishilik, kattaroq 2 kishilik kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilinglar. Xudo xolasa imkon qadar yetkazib beramiz. Dastavkamiz lekin pullik. Dastavkamiz qayerga bor? Andijon shahar ichiga bor. Qolgan joylarga pullik. Lekin imkon qadar eldan ko'ra arzon qilib jo'natib beryapmiz. Xudo xolasa. Mana ishlarimizni ko'ryapsizlar. Sifatiga ham, xizmatiga ham 3 yil garantiyasi bilan, kafolati bilan sotyapmiz.